alaykum. Bitta Qoraqalpoq she'ri bilan boshlashga harakat qilaman. Xalqim deb so'qqan yuragim. Xalq uchun aytdim so'zimni, zulmatga qarshi turdim men, adalet derdi o'zimda. Bu Berdaqda she'ri, Berdaq bu Qoraqalpoq xalqining buyuk shoiri. Bugungi soliqchi, yordamchi, ko'makchi. Demak, siz yer solig'i to'laysiz, ham mulk solig'i to'laysiz. Biznesmenlar nomidan hamma soliqchilarga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Hammasi minnatdor, sizlardan prezidentimizdan katta minnatdor. Shunday imkoniyatlarni yaratib bergani uchun. Bugungi tashkilotchilarga, Qoraqalpog'iston Respublikasi soliq boshqarmasiga, umuman mana shu tadbirni tashkil qilishda qatnashgan har bir yurtdoshimizga, hamkasbimizga, mana soliq xodimlariga katta minnatdorchilik bildiramiz. Keyingi tadbirlarda yana ham kattaroq bir jamoa bilan mana shunday tadbirlarni davom ettiramiz degan umiddaman. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar.